Assalomu alaykum, efirda kun xabarlari kanali. Agar AQSh Eronga birinchi bo'lib zarba bersa, Yaman Qizil dengizdagi Amerikaning barcha kemalarini cho'ktirishni va'da berdi. Yaman bilan Isroilning o'rtasida ham bir necha bor ziddiyatli vaziyatlar kelib chiqqan. Buning orqasidan Amerika bilan ham Yamanning aloqalari juda yomonlashgan. Yaman davlati Qizil dengizning katta qismini egasi hisoblanadi. Shuning uchun Yaman Amerikaning Qizil dengizdagi barcha kemalarini cho'ktirishni iddao qilmoqda. Amerika va Eron to'qnashuvi ortidan Turkiya ham o'z mudofaa chizig'ini kuchaytirishga qaror qildi. Albatta Turkiyaga ehtimoliy hech qanday hujum va tahdid hozircha mavjud emas. Albatta sizlarda savol tug'ilishi mumkin, Turkiya nima sababli o'z mudofaa chizig'ini kuchaytirmoqda? Turkiya o'z mudofaa chizig'ini kuchaytirayotgani sababi shuki, Turkiya Eronga chegaradosh davlat hisoblanadi. Agar ehtimoliy urush boshlanib ketsa, Erondan millionlagan migrantlar, qochqinlar Turkiyaga o'tishi mumkin. Shu sababdan Turkiya chegara qo'shinlarining boshlig'i Turkiya va Eron chegarasini juda mustahkam qilishni buyurgan. Eronning vaziyati juda jiddiy bo'lib turgan bir vaziyatda Suriya prezidenti Ahmad Ash-Shara rasmiy tashrif bilan Moskvaga bordi. Hozircha Ash-Shara nima sababdan Moskvaga borgani va u yerda qanday muammolarni hal qilishi hozircha bizga qorong'u va bu haqida ham kelasi mavzularimizda yoritib o'tamiz. Kanalimizga obuna bo'ling, kanalimizni qo'llab-quvvatlang va o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring, like tugmasini bosing.